Assalomu alaykum. Obunachilar, 11-turga ham yetib keldik. Azizlar, qaranglar, qanchadan qancha oilalarni mashinali qildik. Biletlar qimmat emas. Har doimgidek 100 ming so'm, 700 rubl, 4 ming tanga. 11-turimizda nima mashinalarni qo'ydingiz deb so'rayotgan obunachilarimiz, xudo xohlasa ekrandan uzoqlashmasdan turing. Kommentariyaga zo'r so'zini yozing. $200 yutib olishingiz mumkin azizlar. Bitta obunachimizga $200 beramiz. Eng ko'p kommentariyaga zo'r so'zini yozgani uchun like esdan chiqmasin. Azizlar, 11-turimizda nima mashinalari bor deysizmi? Kelinglar, sizlarni eng minimum mashinalar bilan tanishtiraman. 5-avtomobil. Yorug' olishidan bitta oppog'idan Spark avtomobili. 4-avtomobil ham Spark avtomobili. Do'stlar, bilet narxi juda ham qimmat emas. Xalq pop, xalqimizning hammasi olib beradigan. Keyin obunachalarim mendan ko'pchilik obunachalarim so'rashdi. Husayn, Cobalt qo'yib bermasang bo'lmaydi. O'zlarimizning joylari, xalqimizning legendasi Cobaltdan bir emas, ikkita qo'yib berdik do'stlar. Obzorlarni video davomida ko'rib olasiz. Obunachilarimiz bilet narxi Moskva uchun 700 rubl, O'zbekiston uchun 100 ming so'm, Qozog'iston uchun 4 ming tangadan. Glavniy sovrin qayerda deyapsizmi? Ekrandan ketmasdan turamiz. Oxirida glavniy sovrin nimaligini ko'rsataman. Do'stlar, bilet olish uchun Telegramdan 7996 364 000 raqamiga salom bilet boring desa sizga kartalar beriladi. Kartalarga pul o'tkazmasini amalga oshirasiz. Chek, ism, familiya, nomer qoldirasiz. Azizlar, o'ylanib o'tirmanglar. Allohga tavakkal. Har bir kunimiz uchun shukr aytib, tavakkal qilishdan qo'rqmaylik. Azizlar, mashinaga pul yig'ib yurgan obunachilarim, bitta ikkita bilet xarid qilib tavakkal qilib ko'ramizmi? Kamida eson bo'lsin deng. Biz yangi turga startni berdik. Ekrandan uzoqlashmang. Hozir sizga glavniy sovrinni ko'rsataman. Glavniy sovrin nima avtomobil deysizmi? Ekrandan uzoqlashmang do'stlar. Siz kutgan, sevgan glavniy sovrinda Tracker avtomobili. Katta obzorni ko'ramiz.